Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, hormanglar, yaxshimisizlar? Bugun kuninglar xayrli o'tsin, muborak bo'lsin, barakotli bo'lsin. Qadrli obunachilar, sizlarga zo'r kontent $5000 pulni 3 yilda $50000 ga aylantirgan inson Alloh izni bilan qolaversa, asha $5000 ni o'zi chiqarib olib, yana foyda olib, bugungi kunda qo'rasida $50000 qo'ylar bor ekan. Har bir obuna va like menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Uzoq qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Mana Ibrohim akam, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'zingizni obunachilarimizga tanishtirsangiz rahmat. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Meni ismim Ibrohimjon, familiyam Qulboyev. Shu qo'y ishiga kirganimizga 3 yildan beri, 3 yildan oshdi. Arashan qo'y bilan shug'ullanayotganimizda. Undan oldin qo'chqar boqardik. Shu 3 yildan beri arashan qo'yini boqib kelyapmiz. Xudoga shukr, alhamdulillah. Hammasi yaxshi, tushum yaxshi bergan qo'ylardan ko'ra. Endi qadrli obunachilar, videoga like bosing, obuna bo'ling, oxirigacha ko'ring. Men Instagramda o'z kanalimni, faoliyatini olib borishni boshladim. Opisaniyada bo'ladi, o'tib, podдержка qilib obuna bo'lib qolsanglar, sizlardan iltimos. Instagramda, YouTube'da yo'q videolar, YouTube'da, Instagramda yo'q videolar. Instagramga juda ham tezda joylab turishlikka harakat qilaman. Reelslarda, istoriyalarda o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ibrohim aka, men hayron qoldim. Bu yerdagi diplomlarni, medallarni ko'rib bir og'iz aytib tushuntirib bersangiz. Men o'zim videoga olsam. Hozirdan bular hammasi qo'y bo'yicha olingan diplomlar, hammasi har yili o'tadi, o'sha oblast bo'yicha, rayonlar bo'yicha o'tadi. Misol, o'sha oblast bo'yicha o'tgan nimada olingani, o'sha oblast bo'yicha Noqot rayonida olingan diplom. Bular shu diplomga qo'shib berilgan nimalar, medallar, kubiklar. Bunisi O'zgan rayonida, hammasini yili bor, narigilarda 24 bo'lsa, mana 25-yil desa bu O'zgan rayonida o'tdi, juda yaxshi o'tdi, u yerdan qatnashib. Buni narigilarni Qo'chqar bo'yicha olgan bo'lsak, buni Soliq qo'y bo'yicha olgan ekanmiz. Mana kilosi ham bor, 124,5 kiloda prizor. Bunisi ham oblast bo'yicha ekan. Shunda buni aytib o'tish kerak. Qo'chqarlar 3 nominatsiya bo'yicha bo'ladi. Ves bo'yicha, ekstrer va bo'y bo'yicha bo'ladi. Hammasi misol bo'yicha bitta joyda olingan ekan. Biri ves bo'yicha olgan ekan, birini ekstrer bo'yicha olgan ekan. Ibrohim aka, значит aka, bu yerdagi diplomlar, medallar hammasi tasdiqlangan, pasportlari bilan familiyalari qo'ylarda yozilgan va chiplari bor qo'ylar. Shunaqa hammasini aytib o'tish kerak. Chip bosilmagan listavkalarga, dokument yo'q qo'ylar qatnashtirilmaydi. Arashan listavkalariga chipi bo'lish kerak. Bu birinchi nimasi. Dokumentalni qatnashtiradi. Qadrli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq, foydali ma'lumotlar bo'ladi. Bizni qo'ramizga xush kelibsizlar. Rahmat. Bahodirjon bilan yaxshi videolar bo'ladi. Xudo xolasa, qadrli obunachilar, 3 yildan beri shiddat bilan juda ham qiziqib, boshida $5000 kirgizib, 3 yil ichida shu qo'ylar $50000 Xudoyim berib $50000lik bo'lib ketibdi. Uning ichidan foydasini ham olgan. Xudo xolasa, shu momentlarini hammasini akam bilan suhbat mobaynida sizlarga yoritib boramiz, Xudo xolasa. Ibrohim aka, bu arashan qo'ylariga nima sizda turtki bo'lgan? Boshida qanaqa kirishgansiz? Qancha? Avval bir 4 yil burun Qo'chqar boqardim. Keyin Bishkekda Qirg'izistonning tundlik tarafida o'sha gruppalarga kirdik. Nimalar chiqqandan keyin chiqarayotgan har xil nimalarni ko'rdik. Ashundan qiziqib, ashlarni telefon qilib, qanday gruppalaringlarga qo'shilsak bo'ladi, biz ham qiziqdik, qayerdan olsak bo'ladi deb. Aslan Turkiya Bishkekdagi savdolar, to'g'risini aytganda, o'sha qimmat savdolarni ko'rib, ashunga qarab qiziqqanmiz. Qimmat narxlarini ko'rib qiziqish bo'lgan ekan. Qiziqish bo'lgan, keyin Qo'chqardan sekin-sekin sog'liq boqishga o'tganmiz. Mashalloh. Endi aka, boshida necha pul sarmoya kirgizgansiz? Boshida o'sha Qo'chqar mashina bir 500 minglik so'mlik, 500 ming, uni aytganda bir $5000lik, dollarga aytganda biz salkam $5000lik Qo'chqar boqardim. O'rdoqiga boqardim. Keyin ashini pulini sekin-sekin bir 5 tasini sotib, 2 ta yo 3 ta olib, 3 yil burungi narxda aytyapman. 3 yil burun shunday qilib hammasida yana Qo'chqardan qiziqib, mana shu Arashanga o'tib ketganmiz. Siz xashaki qo'ylar, oddiy o'zimizni jaydari qo'ylarni sotib, sekin-sekin mana Arashan qilib, o'zinikini o'ziga kirgizib tashna qilganmiz. Ko'paytirib boravergan ekansiz, a? Mashalloh. Endi bir qo'ylaringiz haqida tanishtiring aka, keyin suhbat mobaynida yana gaplashib, savollar berib o'taveramiz. Qo'ylarga, Qo'chqarga kelsak, bu Sharpay degan Qo'chqarning primoy bolasi, yoshi
4,5 yashar bo'lib qoldi. 2 yil burun biz qo'ramizga kelgan. Sharpay degan qo'chqar bo'lgan, Timur Turumbekov deganni qo'rasidan chiqqan. Datkolya degan odam ashuni qo'lida populyarniy bo'lgan Sharpay. Ashuni primoy bolasi. Bu yoshi nechida bu? Yoshi hozirda 4,5 yashar ham deyli, 5 yashar bo'ldi shekilli, уже 5 ga o'tdi. Bo'yi 1 metr, qulog'i 22 sm, plem kartada elita o'tgan. Elita bo'lgan. Mashalloh. Bu nech pullik qo'chqar bu aka? Endi biz 2 yil burun olganmiz, hozirgi senasini ayta olmayman. Nech pulligini men o'zim ham hali buni bozorga solib ko'rmadim. Endi biz olganimizda hali Arashanga o'sha tarafda qiziqish ozroq edi, to'g'risi. Nech pulga olgansiz 2 yil oldin? Sir bo'lmasa agar. U paytda bu biz yaqin akamiz bor edi, ati Sirbek, bizdan oldin qo'y boqqan. Ash odam bizga shundaylar sizlarga yangi boshlayapsizlar ekan, rahmat aytib qo'yay mana shu bahonada Sirbek akaga. Sizga aka rahmat. Yo'lash sizlarni bir yo'lab qo'yay deb 100 mingdan arzon bergan. Ha, yordam qilib sizga yordam addushi bergan ekan. Addushi o'zimiz ayildan bo'ladi. Sen qo'yga yangi boshlabsan, mashin bilan boshlab ol deb. O'zi u Sirbek akadan ko'p narsani o'rganganmiz. Sirbek aka o'zi oldindan qo'y boqqan odam. O soliqlarni ham ko'raylikchi, qo'chqarlarni. Endi aka, boya siz bilan suhbatlashganimizda aytdingiz, $5000 sarmoya kirgizib bugungi kunda 50 mingga yetibdi mana. Bu yerda taxminan 28-30 bosh qo'y bor ekan. Biz hisobladik. Endi 2000 dan hisoblaganda ham bu qo'ylarni ko'rsanglar bo'ladi. Buning ichida $3000 ham bor, $5000 ham bor ekan. Biz gruba hisobladik. 2000 dan hisoblagan chog'da ham gruba $50,000 qo'ylar bor ekanda shu yerda. Bunga qancha muddatda, qanaqa qilib, nimalarga e'tibor berish kerak bunaqa foyda qilishlik uchun? Endi bu hammasi avvalo Allohdan. Biz ham buni bilmaganmiz, bunday bo'lib ketishini. Hamma narsa endi men o'zim qildim degandan yaraman. Alloh sabab bo'lib, hammasi Allohdan. Endi biz boshlaganimizda $5000 tikkanmiz. Sekin-sekin orada yana qo'shilgan, uning ichida olib ishlatganmiz. Hammasi Allohdan. Shu narx yildan yilga o'sib ketdi. Misol 3 yil burun $500 ga olingan qo'zi hozirgi paytda ash qo'zilar $2000, ashuna atrofida. Bu degani yiliga bir baravardan o'sdi. Bu hozirda hamma davlatlar qiziqib qoldi-ku bunga. Masalan, O'zbekiston, Qozog'iston, asha klientni, xaridorni ko'pligini hisobiga bular narxi o'sdi. Endi biz boshlaganda biz ham o'ylamaganmiz bunchalik bo'lib ketishini. Endi основной bu yil 2025-yili qiziqish qattiq bo'lib ketdi. 2024 juda katta. Juda katta bo'lib ketdi. 23 hali biz 100 mingdan qo'chqar olganimizda to'g'risi uydagilar ham so'kkan. 100 ming so'mga qo'chqar olib, boshda boshqa qo'chqar olganmiz, 100 ming so'mga. Uni qo'yganmiz, undan keyin Sharpayni bolasini oldik. Boshda 100 mingga olganimizda sen adashding deyishgan odamlar ham bo'lgan. 500 qo'ylar 10 minglik paytda 540 mingdan qo'y olganim, qo'z olganimizda kulgan odamlar ham bo'lgan. Endi biz qiziqishga olganmiz. Biz ham bunchalik bo'lib ketishini bilmaganmiz. Shu qiziqib, hobbi qatori olganmiz. Allohdan bo'lib narxlar. Alloh izni bilan $5000 pulingiz $50,000 ga ko'payib, uning ichida siz 3 yil ichida foyda ham chiqargansizda o'zingizga. To'lka o'zingizlar nima qilmagansizda, sarmoyasini kirgizmagansizda, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bu Xudoning bir barakasi ekan, tugamaydi ekan. Sotamiz. Ogimiz kelsa olamiz, o'zimizga pul kerak bo'lsa darrov cholamiz, mo'qo'yni sotmoqchiman. Xaridorlari bor, keladi, ber. Oladi, ishlatamiz kerakli joyga. Yana qo'limizga pul tushganda yana qayerdadir qo'y ko'rsak, yoqib qolsa olamiz. Hozirgacha olamiz lekin biz ham. Sotamiz ham, yoqib qolgan joyda olamiz. Solo qo'zi qo'chqarlarni oldik. Qo'ylar yoqib qolsa bu yerda menga qiziqib jiyanim ham boshlagan, mayada bir jiyanimi bir ikkita Bishkekka olib kelgan qo'zlari bor. Aka, Arasham boqmoqchi bo'lgan odam nimalariga e'tibor berish kerak, nimalardan boshlash kerak? Sarmoyasi juda qiziq.
5000 dollar bilan 50.000 dollar 3 yilda uni ichida siz foyda ham olgansiz. Mashalloh, avlodingiz bilan juda ham haligi videoda ko'rdim. Bu adiniy qismatmi? Men manaqa qilsam manaqa bo'lib ketdi dedi. Xuddi shu holat bo'lyapti, qadrli obunachilar. Shuning uchun nimalarga e'tibor berish kerak aka? Hozirdan boshlayman desa, endi avvalo pulga qaraladi, shu mablag'ga. Eng qimmati vaqt. Vaqt. Men vaqtimni ketkizmayman desa, unda puli ko'proq bo'lsa, yaxshisidan olib tezroq yaxshi pullarga sotib hozirgi darajaga nimadagilar urovniga yetish kerak. Menda vaqt serob, menda pul kamroq desa, birinchi klasslarni hozirda shu 100 minggacha olsa, 100 ming. U degani dollarga taxminan 1100 1200 dollar. Kami 1200 1,5 ming dollardan olgan odam hozirgi paytda. Siz urg'ochi qo'yda. Urg'ochi qo'yni aytyapman. Misol uchun 10 ming dollar kirgizaman desa, ashunda yaxshisidan ketaman desa 5 ta olish kerak. 5 ta. Ya men sekinroq ketaman, ko'proq qilay desa 10 ta oladi. 1000 dollarda. Endi unda ikkinchi klasslarni olib qoladi-da. Hozir o'zi narxlar oshib ketgan. Siz haligi ko'pchilik o'ylayapti-yu, bu adin ekspertmi, bu hali piramida deydi-yu. U biz boshlaganda ham bor edi u gaplar. Seni oldabdi, sen bu endi nima deydi, haligi kam narsa kerak ekanda odamlarga. Temir ko'p, u tilla kam, ashunga o'xshagan bu ham endi chiqdi. Kam bo'lgani hisobiga talab ko'p, qo'y kam. Ashuni hisobiga narx oshib ketyapti. Mashalloh. Qadrli obunachilar, men oxirgi paytlar ko'ryapsizlar, Arashan qo'ylarini chiqarib kelyapman kanalimda. Arashanchi akalarni jamoatlarida, gruppalarida borman WhatsAppda. Endi hayol bo'lishi mumkin, o'ylashinglar mumkin, bu arashanchilar chiroyli qilib, maqtab, reklama qilib, kimgadir qimmat pulga sotish bularni maqsadi deb yo'q. Misol uchun ba'zi bir gruppalarda 30 ta odam, 40 ta odam, 50 ta odam bor. O'shta jamoati, Aravon jamoati, O'shska oblast misol uchun. Lekin haligi jamoatda 30 ta, 40 ta odam bo'lsa ham bir-biri bilan bo'ladi. Ko'p savdolar, ko'p barakalar bir-biri bilan o'zlari qo'yishadi, olishadi, sotishadi. Bu birovlarga navazovat qilib, misol uchun sotishmas maqsad. Men sizlarga mana holatini boricha ko'rsatib boryapman. Xulosa o'zingizlardan. Yo boqamiz yoki men jaydari qo'ylar boqaman, go'shtga boqib semirtiraman undan ko'ra deb ixtiyor o'zingizlarda. Lekin haqiqatda Arashan qo'ylarida qo'y o'zi baraka, lekin Arashani mashalloh bugungi kunda juda ham dolzarb bo'lib, zo'r effekt, rezultat bo'lyapti-da, mana ko'rib turibsizlar rezultat. Endi aka yana bir savol. Misol uchun 10 ming dollar kirgizilinsa Arashan qo'ylariga, qonida qo'zisi bilan olgan yaxshimi yoki alohida o'zi qo'chqar sotib olib, o'sha 10 ming dollarga qo'ygani yaxshimi? Nima deb maslahat berasiz? Har bir obuna va like menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Izoh qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Eng yaxshi variant shu 10 mingga iloji bo'lsa, to'g'ri kelsa qo'radan shu qo'chqarini ko'rib, qonida qo'chqari bilan to'xtagan qo'ylarni olish kerak. Sababi men hozir 10 ming dollarga qo'y olgandan keyin men garantiya bera olmayman 10 ming dollarga yaxshi qo'chqar topib olishiga. Hozir yaxshi qo'chqarlar pul olib ketdi, o'zingizdan bilgan ekansiz. Shunga yaxshi variant yaxshi qo'chqardan to'xtagan qo'yni 10 ta olmasa ham 8 ta olsin. Yaxshi qo'chqardan to'xtaganini olsin. Vaqti bo'ladi, haligindan bola tushib turguncha qo'chqar topib olishga mablag' yig'ib, balki 20 ming dollarlik olar, balki 10 ming dollarlik. Shu 10 ming dollari bor, yana 10 ming dollari yo'q bo'lsa, u odam yaxshi qo'chqardan to'xtagan qo'radan olish kerak. Yana bir narsa, albatta bitta biladigan odam bilan borib olish kerak. Qayerga borsa ham, bozorga boradimi, so'qiliqqa, men bishkeklarga, qo'raga boradimi, kami 2 yillik staji bor, tushungan, bilgan odamni yetalab qo'yni ko'rib ber deb olish kerak. Sotayotgan odam ham bilmaydi o'zini qo'yini qanchalik darajada qimmatligini, olayotgan odam tem bo'lib uni bilmaydi. Kimdir bilmagan holda birinchi klass qo'ylarni o'zini hayolida yaxshi qo'y boqyapman deb sotib qo'yishi mumkin. 50 ta qo'ylarni hech qaysisi u adashib sotmaydi. Sababi 50 taga yetishguncha vaqti o'tgan, uni
Misol biz ham boshida olganmiz qo'ylarni. Kuymaganmiz, lekin uni ikkitani sotib bitta qilib, ashunga yaxshi variant bitta eksport bilan borib, biladigan odam yetalab erikmay. Olishdan oldin qo'ra aylansin. Har borib qo'ralarni ko'rsin. Har qo'radan har xil maslahat chiqadi. Ashunga qarab, ine qora to'xta bitta narsa, ine moyadan olaman deb bozorni ham aylansin. Bu yerda emas, faqat Bishkeknikini. Qora boltani. O'shda yo'q deysizmi? O'shti bozorida hali beri bilmadim lekin. O'shti bozoriga endi bu yerdan Bishkekdan olib kelgan deyiladi. Ular ham endi bozorda qanaqa? 1-2 klass qo'ylar bo'ladi. Bunda aslida uni qon quviladi. Bu ham mana shu jilqa otga o'xshagan. Qoni bor deb qimmat bo'ladi. Bularda ham mana shu qo'chqarning bolasi qondan tushib qolish ehtimoli katta. Qo'chqar ota bobosini tashab tushadi qo'zi aslida. Qo'yni ham misol tog'a tarafida deydi, tortadi. Ashunga qon muhim. Agarda o'zimizda O'shdan olinadigan bo'lsa, tushunishim bo'yicha shunga o'xshagan opiti bor, ya'ni tajribasi bor qo'ralardan olinsa, yaxshi qo'y, tushunishim bo'yicha bozorga ham chiqmaydi, reklamaga muhtoj emas. Ishtaqa. Buni aytganim sababi siz aytdingiz, o'zidan savdo bo'ladi. Misol kimdir qo'yini men bitta qo'yimni sotaman, bir yerda meni qo'yimdan yaxshi qo'yini ko'rdim o'zim jamoatimda. U aytadi, men bu qo'yini birinchi jamoatga tashladi, qo'y sotiladi deyiladi. Men bu ikkitasini $2000 agar klientim bo'lsa sotaman-da, haligini 5000 ga olishga harakat qilaman. Bu ishda hamma yerda ashtaqa. Yaxshi narsa hammaga yoqadi. Temboli buna qo'ralarga yoqadi. Misol 2 tani sotib ham, 3 tani sotib ham ko'zni yumib olib qo'yilaveradi. Ana shuning uchun yaxshi narsa chiqadi bozorga. Men bu yerga chiqmaydi, Bishkekka. Qimmat chiqadi. Biz yaqinda misol uchun yaqinda borib keldik. Bozorning o'zida $15000 qo'yni ko'rdik. Mashalloh. Aka, asli borib kelganda oldinglarmi mana qo'y chiqardi? Ha, borganimizda Shuni ham bir istoriyasini aytib bering aka. Uka ko'rsatingda mana qo'y chiqardi. Bu qo'chqar Atlant degan qo'chqarni nevarasi, Buroq degan qo'chqarni bolasi. Buni shu bozorda men prosta aylanib kelgani do'stlarga olgani borgan edik. Bozorda tursak kirib qoldi bozorga. O'zimni qaynakam do'stim bo'ladi. U ham qiziqib qolgan, mana shu qo'yib berganmiz, boqadi. Keling mashina olaylik dedik, bo'ldi olamiz dedi. 120 ming dedi, buni oldik kelishib. Olib chiqib Qanchaga oldik? $1000 ga yaqin oldik. $1000 ga oldik. $1000 deylik. $1000 ga oldik. Endi u odam kirdida bozorga kirishiga olib qoldik. O'zi bozorda turganda bu to'lama bo'lib ketar. Biz oldik, Xudodan ham, Allohdan olib chiqdik. Mashinaga yuklatsak, uje qo'zi qo'chqarga 150 beraylik dedi. 150 ming so'm. Endi dollarga bozorning o'zida. Salkam 2000 beramiz, qolsin dedi. Sizlarga sirazi dollarda aytyapmiz mana. $1000 ga olib, salkam 2000 dan pastroq bo'ladi, $1800 bo'lsa kerak. $1800, $800 foydasiga berilmabdi mana qo'chqar. Mana qaranglar. Real bo'layotgan holat, xolis gap so'zlar bu yerda barchasi. Buni ichiga endi kimgadir boshqacha ertak bo'lib qolishi mumkin. Buni ichiga kirgan odam, mashina ichida yurgan odam tushunadi buni haqiqatan. Yaxshi olishib olsan, foydasini beribdi. Ko'rsating-ku mana. Kimgadir yolg'on bo'lishi mumkin. Buni asha u yerda biladiganlar bo'ladi, ko'radi, qo'zini yoshligidanlar biladi. Narx beradi. O'zimizda qolsin dedi, biz hali u bilan kelishib nima qilmadik. Yo'q, sotmayman dedi. Yuklab keldik. Xudo xolisa mana shu qo'zi, naryoqda yana yaxshi qo'zimiz bor, hozir aytib o'tamiz. Aka, bizni obunachilarimiz maslahat bilan yoki bo'lmasam sizda sotiladigan qo'ylar bormi? Yoki sizga maslahat arashan boshlovchilar aloqaga chiqsa bo'ladimi? Puliga o'zi to'g'risi puliga chiqsa hamma narsa sotiladi. Endi buni sotishga aslan sotishga olinadi, pul qilish uchun hammaniki biznes. Sotiladiganlar puliga chiqsa sotiladi. Buning ichida endi har xili bor. O'zi arashan bilan yurganlar biladi, qo'yni ko'riblar. Kelib, agar pulini ko'tarsa sotiladiganlar ham bo'ladi ichida. Uni biz sotmaymiz deb ushlab qolmaymiz. Endi misol qo'zilar, moyada qo'zilar bir rom bo'lib ketgan qo'zilar bor. Bundan oldin ham hozir qani u yoqda yuribdi bir qo'zi, shu salkam $1000 dan bir rom bo'lgan. Nima qiladi? Men 100 kun boqib beraman. Ha, bir rom bo'lgan. Bir rom bo'lgan, 100 kun
boqib beraman, 100 kunlik bo'lgandan keyin olib chiqib ketadi. O'sha oldindan pul ber. Mana shu yerda bir ikkita qo'zilar birrov bo'lgan. Yana moyada qo'zilarni hozir hali pulini bermadi, uji kelishib qo'yganmiz. Mana ko'rsating, mana qo'zi. Mana shu qo'zilarga ham, mana shular ham kelishib qo'yilgan. Hali pulini. Necha pulga kelishilingan? Ikkita qo'zi qo'chqari bilan qo'shib qora svetda bo'lgani uchun 150 ming so'mga. Monaqalar sal qimmatroq bo'ladi. Bu hali kelishilmadi. Mana uni ham ko'rsating. Bu hali turibdi. Undan boshqa naryoqda yurganlar kelishildi. Aslan hozir qo'zilar shu endi biz tarafda uncha hali ishonmayapti, ya'ni olishga duh yetmayaptimi, odamlar jinday o'ylanyapti. Qo'zi arzon tushyapti, sababi qo'ziga pul berib qo'yadi, arzonroq. Olib chiqib ketayotganda, misol o'zim do'stimga salkam $1000 dan bergan edim. Oyna, soat kelib so'rashdi, olib ber. U qayerda? Do'stim Koreyada edi. Chol dedi, biz olib qolaylik qo'zisini, foydasini berib dedi. Cholsam sotmayman dedi. Do'stimga bir 70 mingdan bergan edim. 100 mingdan ber dedi. U sotilmaydi qo'zi dedi. Uni olib chiqib ketishdi boshqa qo'zilarni. Men aytganim, og'ayni mana shu 100 ming pulini, 150 ming pulini kirgizibdi, uji bir 60 ming, 70 ming qo'shilibdi 3 oy bo'lmasdan. U hali qo'raga unga reskovat qilmadi, to'lka pul tashab qo'ydi. Bu nimani hisobiga? Qo'y narxi oshib ketyapti. Ashini hisobiga. Aka, nomeringizni ayting. +996 559 bilan 003227. Mana yozib ham qo'yaman, qadrli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar, Arasham bo'yicha nima qilaverasizlar, maslahatlar bo'yicha yoki bo'lmasam sotiladigan qo'ylari kelib, ko'rib, mehmon bo'lib, kelishib qolsanglar, olib ketaverasizlar, xudo xolisa. Har bir obuna va like menga yangi video qilish uchun turtki. Agar videoni yoqtirgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Izoh qoldiring, sizning fikringiz juda muhim. Qarizdan tushgan bolalari bormi bu yerda? Bor. Mana Sharpay deyapsiz, sizga addushi 100 ming so'mga o'tgan qo'y ekan, qo'chqar. Shuni bolalarini ko'rsating bizga, aka. Bu yerda Sharpayni 5 ta qo'zisi bo'lsa kerak. Endi bu yerda bitta Sharpay emas, misol Shiroki boshqa qo'chqar ham qo'yilgan orada. Shiroki liniya deyiladi, buni qo'y boqqanlar tushunadi. Movi ammo qo'zi qo'chqar Shirokidan tushgan. Endi Sharpayni o'zini bolalariga kelsak, mana mayada turibdi, mana 3 ta. Mana monisi ham ekan. Qo'chqar asnovni bola berishi bilan qo'chqar. Manami, mana. Ha, mana movi, monovi ekan. Uni nari. Monovichi, momas. Bu ham boshqa liniya. Mon bilan movi boshqa liniya. Boshqa qo'chqar qo'yilgan bularga. Mana. Ko'pi Sharpayni bolalari ko'pi sotilib ketdi dedim-ku, sotilib ketdi. Endi olib qolgan, qo'ldan kelgancha olib qolishga harakat qilganman. Pul baribir qiziq narsa. Pulga kelganda sotilib ketgan. O yerda o nariga ham boshqa. Mo Karabil degan qo'chqarni nevarasi bo'ladi, buni olganman. Mashalloh, men Karabil o'zi eski qo'chqar, bu qo'y ham o'zi katta, yoshi katta. Shu Karabilning nevarasi bo'ladi. Molarni million liniya deb berilgan, katta qo'ylar. O qo'zilar o'zimda tushgan Shiroki liniya. Endi buni ichida. Yana bir qiziq tarafi movi. Qo'y sotgan odam qo'chqaringdan 2 odam tushsa, bolasini menga 100 ming so'mga berasan deb, tushishiga pulingni beraman deb, kelishuv asosida olganman. Meni qo'chqarimdan 2 odam tushadi, 100 ming so'mga u odam oladi, boshqasiga sota olmayman. Birinchi bolasini urg'ochi bo'lsa, ashina, dogovor tuzilgan. Anaqa kelishuvlar bilan ham endi buni hozir nima tushdi, bo'g'oz. Eslayapsizmi? Qo'yni ham yaxshi pulga olganmiz. Bu yerda hali qo'ldan kelgancha yaxshilarni olib qolishga harakat qilganmiz. Endi baribir puliga qiziqib sotganimiz ham bo'lgan. Mashalloh. Ham qo'yimiz Istavkada prizyor bo'lgan. Yaxshi bes bo'yicha. Shu videoni ko'rib turgan hammaga nimaki yaxshi shar'iy tilak maqsadlari bo'lsa, Xudoyim amalga oshirsin. Hammalarga shunaqa qo'ylardan, qo'ralardan Xudoyim nasib qilsin. Amin deylar, yaxshi niyat qilinglar inshaalloh. Bismillah, men ko'rib turibman, men juda havas qildim inshaalloh. Nasib qilsa men ham shu yerlarda shunaqa qo'ylar qilmoqchiman, Xudo xolisa kelajakda. Niyat qilsangiz hamma. Allohga oson. Ibrohim aka, mana qo'chqarlar qanaqa liniya qo'chqarlar? Birinchida turgan oqbosh Frankelning nevarasi bo'ladi. Mana unisi. Yangi olib keldik. Kelasi yilga mashina qo'ymoqchimiz, Xudo xolisa. 7 oylik qo'zi qo'chqar.
Frankelni nevarasi, Don degan qo'chqarni bolasi bo'ladi. Ha. Yonidagi buldozer. Buldozer liniya uni u sotishga, sotamiz deb qo'yaylik uni. O nariga Atlantni nevarasini qo'yamiz. Shu ikki odam xudo xolasa bir yil. Mononisi bilan nariga Atlantni nevarasi. Sababi bu o'zini qizlariga Sharpiya uji bo'lmay qoladi. Sharpiyaning qizlariga shu Frankelni nevarasi bilan Atlantni Buroq degan qo'chqarning nevarasini ikkalasini qo'ymoqchimiz. Mashalloh. Bu-chi bu sotilmaydimi bu? Bu endi hozir bir 2 yil ishlatdik. Endi puliga chiqsa Sotiladi. lekin yaxshi pulga, endi bir 100 mingga kelgan ekan deb, u bizga endi sovg'a qatori berilgan. Endi buni Albatta, Ha, hozir o'zini buni narxi- bollarini ham mayerda ko'rilsa, уже aytadi bu qo'chqarni pulini. to'g'ri, ashtaqa. Qadrli obunachilar, video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib, o'z fikr mulohazanglarni izohlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Rahmat hammaga.